Bugun Toshkent davlat tibbiyot universitetida xalqaro fakultet bitiruvchilari uchun tantanali marosim bo'lib o'tdi. Uch nafar talaba Hindiston, Buyuk Britaniya, Rossiya, Tojikiston, Qozog'iston, Turkmaniston, Ozarbayjon, Pokiston va Koreyadan kelgan bitiruvchilar Toshkent davlat tibbiyot universitetini muvaffaqiyatli yakunladilar. Tadbirda universitet rektori professor Shuhrat Boymurodov ishtirok etdi. Universitet sizlar bilan faxrlanadi dedi u o'z tabrigida. Esdalik suratlari, tabriklar va ko'tarinki ruh bu unutilmas kunning ajralmas qismi bo'ldi. Bu bitiruv Toshkent davlat tibbiyot universiteti xalqaro nufuzining yuksalib borayotganining yaqqol isboti bo'ldi.